seni milyardingdan zo'r. Shu millioning, milliarding go'rga kirmaydi sen bilan. Menga namozim kiradi. Turponi tepasida qolmaydi, talash bo'lib boshqalar umarib ketmaydi. Sajdam, rukuyim, salavatlarim, hamdlarim, sanolarim g'arimmassan deb qorong'i go'rimni nurlantirib, eng yaqin do'stim bo'lib men bilan birga bo'ladi. O'g'illarga bino qo'yma, oshna og'ayniga bino qo'yma, mansabdor do'stlaringga ishonma. Puf aytib joning chiqqanda bittasi bag'riga yoningga kirmaydi, oro bo'lmaydi. O'qigan namozing milliard puldan afzal bo'ladi. Tutgan ro'zang, qo'lingdan kelganda qilgan sadaqang, yaxshi amallaring, qo'rqma sohibim, biz yoningdamiz deydi. Munkir nakir u tomondan kelsa namoz unga ro'paro bo'larkan. Bu yoqdan aylanib kelsa bu tomonga o'tarkan namoz, bosh tomondan kelsa bosh tomonga turib olarkan. Nimani so'raysan sohibimdan? Men turibman-u derkan namoz. Men turibman-u guvoh bo'lib, yana Allohing kim, Rasuling kim deb so'rab o'tirasanmi? Meni ko'rib ketaverginda. Ketibsarkan qaytib, yo Rabbim namozni qo'ymadi bizni. Ana shunday bandalarim borki, sizlarning ham hojatingiz bo'lmaydi derkan. Namoz o'qigan odam, baxtli odam, saodatli odam shu. Ketyapmiz hammamiz, har bir kun biz uchun u yoqqa yaqin bo'lyapti. Nima qilib qo'ydik? Hech bo'lmasa shu ibodatimizga mehr qo'yib mahkam shunga ishonaylik. Shu bizni keragimiz, maqsadimiz, rahnamoyimiz. Bir-biridan nonga ham, bir kosa ovqatga ham to'yadi. Ular u deydi, bular bu deydi. Alloh taolo egam benamozlardan qilmasin, o'zidan yiroq qilmasin, o'zini rahmatiga olsin. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalar qatorida aylasin.